Ozarbayjon qardoshlarimiz uslubida nokdan judayam mazali bo'lgan shedevr murabbo tayyorlaymiz. Nokni tozalashdan oldin murabbo uchun qiyom tayyorlab olamiz. Shakar, suv va limon sharbatini aralashtirib, o'rta olovda 5 daqiqa davomida qaynatib, shakarni eritib olganimizdan so'ng olovni o'chirib qo'yamiz. Qattiq sortli noklarni po'stlog'ini tozalab, bandini birozgina kesib qo'yib, nok qorayib ketmasligi uchun sovuq suvga solib qo'yamiz. Qiyom nokni ichiga yaxshilab o'ta olishi uchun vilka yordamida nokni aylantirib, birozgina teshib chiqib, noklarni qiyomga solib o'rta olovda qaynatishni boshlaymiz. Ko'piklarni suzib olib o'rta olovda 20 daqiqa qaynagandan so'ng qiyomni tekshirib ko'ramiz. Agarda qiyom tomchisi birozgina cho'ziluvchan bo'lib oqsa va joyida oqib ketmasdan tursa, demak murabbo tayyor. Noklarni sterilizovanniy bankada qish uchun konserva qilib qo'yamiz. Noklarni ushbu uslubda albatta tayyorlab ko'ring. Bu haqiqatan ham juda ham mazali. Agar retsept sizga ma'qul kelgan bo'lsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli.